Masturbatsiya bu faqatgina bo'ydoq yigitlarning muammosi emas. Hattoki uylangan davrda ham ayolni qoniqtirmasdan o'zini o'zi qoniqtiruvchi erkaklar juda ko'p. Bunday muammodan qutulishni faqatgina bir nechta usullari bor. Agarda siz ham masturbatsiya qilib bu oxirgisi deb o'zingizni tiya olmayapsizmi, unda bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring. Men aynan shu masturbatsiyadan qutulish haqida to'liq ma'lumot berib o'tganman. Internetda masturbatsiya foydali, u prostata saratonini oldini oladi degan gaplar juda ko'p eshitgansiz, to'g'rimi? Urolog-androlog sifatida sizga qat'iy aytaman, bu shunchaki yolg'on. Aslida miyangizda dopamin tizimini ishdan chiqarib, sizni jinsiy zaiflik, erta bo'shanish, doimiy charchoqqa yetaklayotgan eng asosiy dushman xuddi shu narsa. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bugun men urolog-androlog sifatida miyangizni va tanangizni qayta dasturlash orqali bu qaramlikdan qanday qilib bir umrga qutulish sirlarini ochaman. Amaliyotim davomida shunga amin bo'ldimki, qabulimga kelayotgan juda ko'p bemorlardagi erektil disfunksiya, psixologik jinsiy muammolarning negizida aynan sun'iy qoniqishga bo'lgan qaramlik yotadi. Keling, masalaga sof tibbiy va ilmiy nuqtai nazardan yondashamiz. Masturbatsiyaning eng katta zarari avvalo jinsiy a'zolarga emas, bevosita miyaga ta'sir qiladi. Bu jarayonda miyada me'yordan ortiq dopamin, rohat gormoni ajralib chiqadi. Doimiy sun'iy stimulyatsiya oqibatidagi miyadagi retseptorlar sezgirligi keskin pasayadi, natijada hayotga qiziqish so'nadi. Motivatsiya yo'qoladi va doimiy holsizlik holati yuzaga keladi. Andrologik nuqtai nazardan fojia shundaki, haqiqiy jinsiy yaqinlik vaqtida jinsiy a'zo retseptorlari sun'iy stimulyatsiyasiz yetarli darajada ishlay olmaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri erta bo'shanish va qon aylanishini buzilishi hisobiga kelib chiqadigan erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy zaiflikka olib boruvchi eng qisqa yo'ldir. Bu jiddiy holat, biroq inson organizmi o'zini tiklash xususiyatiga ega. Qaramlikdan qutulish va erkaklik salohiyatini qayta tiklash uchun 3 ta asosiy tibbiy qoidaga amal qilishingiz shart. Birinchisi, dopamin detoksi. Har qanday vizual qo'zg'atuvchilardan butunlay voz keching. Miyangizdagi neyron aloqalar qayta tiklanmaguncha tanangiz o'ziga kelmaydi. Ikkinchisi, energiyani qayta yo'naltirish. Yig'ilgan testosteron va energiyani jismoniy faollikka qarating. Jismoniy mashqlar tos bo'shlig'ida qon aylanishini kuchaytiradi. Bu esa prostata bezi va jinsiy a'zolar faoliyatini tiklashda o'ta muhim omildir. Uchinchisi, qat'iy intizom. Dastlabki 21 kun, 90 kungacha bo'lgan davr miya uchun eng qiyin davr hisoblanadi. O'zingizni nazorat qiling, sovuq suv muolajalarini qo'llang va organizmni tiklanish uchun vaqt bering. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Yaqin do'stlaringiz aynan shundan aziyat chekayotgan bo'lsa, ularga yuboring, tarqating, o'zingizni xulosalaringizni qoldiring. Sababi bu videoda qilayotgan faolligingiz yanada ko'proq odamlar ko'rishga va salomatligini qayta tiklashga sababchi bo'ladi.